Hurmatli Manchester, agar ushbu xatni o'qiyotgan bo'lsangiz, men nima haqida yozayotganimni menimcha tushunib yetdingiz. Bu oylar Manchester City tarkibidagi futbolchilik faoliyatimning yakuniy oylari bo'lib qoladi. Buni yozish juda ham og'riqli. Ammo har bir futbolchi ushbu kun kelishini juda ham yaxshi biladi. Menda ham o'sha holat sodir bo'ldi va o'sha kun keldi. Beni bırakıp gitme bir yere, gidersen unutursun, dilerim öyle olmaz. O'tgan 10 yillik uchun Manchester shahriga, City klubiga, jamoadoshlarimga, yaqin do'stlarimga va oilamizga chin yurakdan rahmat aytaman. Cheksiz muhabbat bilan Kevin De Bruyne. Bu havada gidilmez, güneşli günde gidilmez, aslında hiç gidilmez.